Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Oshxona uyg'oq so'rovdilar. Mana qisqacha obzorini birinchi kursdan oldik. Xudo xolisa nomerlarni, summalarni chiroyli qilib aytib o'tib ketamiz. Buni ko'rishingiz mumkin. Burcha holatda 8 kishilik, 9 kishilik to'rtta pufigi bilan 9 kishi sig'oradi bemalol. Aylanib chuqur holatda ekan. 2 ming so'mdan deyapti ishlarni. Qolgan ma'lumotlarni bemalol telefon nomeridan qoldiramiz. Bilishinglarki, bu yerda kichikroq variant so'raganlarga 1,5 million so'm, 1,600,000 so'mdan 1,5 million so'mdan beraveramiz. Kichikroq variantlari mo'shi machaka bo'ladi. Ulardan ko'rishingiz mumkin materiallarni. Har xil rasvetka gullari bor. Ko'rishingiz mumkin. Shuni bilib qo'yinglar do'stlar, birinchi qo'l ustadan ko'rishingiz mumkin. Ishlarni bosib, taxlab tashlagan. O'zidan olishinglar, xarid qilishingiz mumkin. Nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, mana materiallari bor, har xil fiberda, dizaynda tushtirishingiz mumkin. Uning ishlari xudo xohlasa juda go'zal holatda qiladi. Ishlari ham bo'lib gaykali. Bemalol aytgan dizaynlarni qilib berilaveradi u narsani. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, pastda ustani o'zini nomerini qoldiramiz, xudo xolasa. Bemalol telefon qilib, zakaz qilib, so'rab xarid qilishingiz mumkin. Dastlabkilarni ham o'zingizlar kelishgan holatda bemalol ularga zakaz qilishingiz mumkin.